Sohibqiron Amir Temur noldan Buyuk Temur imperatorligini yakka o'zi qurdi. 3 qit'ani titratdi, 27 sultonni tiz cho'ktirdi, 20 ta buyuk yurish qilib tamomila g'alaba qozondi. Qilgan yuzlab urushning hech birini qo'ldan boy bermagan va tarixga ismi yengilmas xoqon bo'lib bitildi. Sohibqiron Sibirning -40 daraja sovug'ida, Hindistonning 60 daraja issig'ida birdek jang qilgan, qatnashgan hech bir jangni qo'ldan boy bermagan, yengilmagan, yurish qilgan hudud masshtabi 40 million kilometrni tashkil qilgan. Bu butun Osiyo hududidir. Yevropaning hamma qirollaridan tobelik maktublarini olgan va barisi unga boj to'lagan. Usmonli 3 marotaba ololmagan Izmir shahrini 7 kunda bosib oldi. Chingizxonning ololmagan yerlarini osonlikcha oldi. Iskandar Makedonskiy 6 yilda olgan Hindistonni 12 oyda titratib tiz cho'ktirdi. Faqat dushmanlar Iskandarni buyuk, Temurni esa varvar deb atadilar. Hech bir kimsa uni yengildi deb yoza olmadi, chunki tarix uning yengilmas bo'lganini isbotlab qo'ygan.